bu haqda bir alohida ko'rsatuv tayyorladim. Yaqinda shu e'lon qilaman o'zimning YouTube kanalimda. Va o'ylaymanki, bu videodan keyin ancha ko'pchilik e'tibor beradi. Men bitta narsa meni juda ham hayratlantirdi. O'zbekistonda odamlar Instagramda ayniqsa unchalik tarixga qiziqmaydi. Ularga qiziqmas bu holat deb o'ylardim. Lekin shu video chiqqandan keyin Alisher Navoiyning maqbarasiga borib, u yerda tozalab bir chiroyli holatga keltirganimizni videoga joylashtirdik va Husayn Bayqoroni haqida video qilganimdan keyin va Alisher Navoiy maqbarasi haqida video qilganimdan keyin ko'pchilik unchalik e'tibor bermasa kerak deb o'ylaganim, lekin men o'ylaganimdan ham ko'proq rezonans bo'ldi va mashhur o'sha Instagramdagi mashhur blogerlar, obunachisi ko'p bo'lgan blogerlar ham like bosishdi. Men bunga xursand bo'ldim juda ham. Chunki bizni tariximiz odamlarga qiziq ekan va buni ko'proq ko'rsatish kerak ekan. Afg'oniston biz uchun bir qora tuman. U yerda bizni tarixiy joylarimiz yo'q deb o'ylashadi, lekin bizda bizni tariximizni ko'rsatadigan, turkiylarning tarixini ko'rsatadigan juda ham ko'p osor atiqalar, juda ham ko'p qadamjolar, maqbaralar, ziyoratgohlar ko'p va biz shu aloqalarni rivojlantirishimiz kerak. Endi bu yerda masalan men odamlarni ham ayblamayman, chunki biz ancha yillar davomida bizga o'rgatilmagan, tarixdan o'qitilmagan, biz nimagadir Janubiy Turkiston haqida juda ham kam ma'lumot bilamiz. Janubiy Turkiston bu qaysi davlat, nima bo'lgan o'zi? Bizni o'zbeklarimiz u yerga qayerdan kelib qolgan? Nima uchun O'zbekiston, nima uchun u yerda Afg'onistonda shuncha 10 milliondan ortiq o'zbek yashaydi? Qanaqa qilib 10 milliondan ortiq o'zbek u yerga borib qolgan degan savollar menda paydo bo'lish boshladida va ko'pchilikda ham shunaqa savollar paydo bo'lish boshlaydi. O'ylaymanki, agar bizda mana viza masalalari endi O'zbekiston uchun Afg'onistonga viza olish qiyin emas, juda ham summasi arzon, $71 viza olsa bo'ladi. Borish kerak ko'proq. O'zbeklarimiz viloyatlarga, o'zbeklarimiz yashaydigan viloyatlarga borish kerak. Agar o'sha bordi keldilar ko'proq bo'lsa, o'ylaymanki, biz Afg'oniston haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz. Va men xursand bo'lganim, bizda O'zbekistonda ham odamlar Afg'onistonga ko'proq qiziqishar ekan. Bu endi qiziqish qaysi tomonlama? Chunki bizga Afg'oniston haqida juda bir qop-qora bo'yoqlarda gapirilganda va uni boshqa tomondan gapirishni boshlagandan keyin ba'zi odamlarga bu holat yoqmadi. Tushunarli. Shu misol uchun O'zbekistondan qanaqadir taklif chiqsa, o'sha tarixiy obidalarni ta'mirlashga, u yer bilan Afg'oniston bilan hamkorlik qilish imkoniyati bormi? Endi bu narsani men bilmayman. To'g'risi, meni vazifam u yerdagi holatni ko'rsatish. Lekin o'ylaymanki, bizni o'sha hukumatimiz bu holatga o'zlarini bir javobini aytishadi. O'zbekiston elchixonasi bor Afg'onistonda. Ular bu holatdan to'liq xabardor deb o'ylayman. Bilishadi bu vaziyatni. Menimcha bu ikkita hukumat o'rtasidagi kelishuvga asosan bo'lishi kerak. Qandaydir to'xtatuvchi omillar, stop faktorlar borki, bu holat haligacha shu ochiq turibdi. Lekin o'ylaymanki, yaxshilanadi, chunki Alisher Navoiyning maqbarasi ancha yillar, qabri ancha yillar ochiq qolib ketgandan keyin maqbara qurildi. Buni o'zi ham katta narsa. Lekin afsuski uni saqlash masalasi hozircha juda ham bir muammo bo'lib turibdi. Chunki ularni o'sha maqbarani yopib qo'yishadi va deyarli ochilmaydi. U yerda ko'rsangiz chang bosib yotibdi. Biz uni shu tozalashga borganimizda juda ham qiynaldik tozalashga. Endi qo'limizdan kelgancha tozalashga harakat qildik, lekin siz hurmat qilgan, siz o'zingiz nima deydi, ma'naviy ustoz deb bilgan inson mana shunaqa holatda yotgani sizga sal boshqacharoq nima deydi, achinish hissini beradi-da. O'ylaymanki, hech bo'lmasa masalan bizni qo'limizdan keladi deb o'ylayman. U joyni borib ta'mirlash, u joyga investitsiya kiritish, pul kiritib, zo'r qilib qo'yish imkoniyati O'zbekistonda ancha yetarli deb o'ylayman. Yetarlicha imkoniyat bor. Lekin u yerdagi hukumat bunga qanaqa reaksiya bildiradi, qanaqa munosabat bildiradi, buni hali bilmaymiz. Shuning uchun ko'p vaziyat, ko'p holat, ya'ni nimaga bunaqa holatda turibdi va biz bunga e'tibor bermayapmiz degan vaziyat, fikr bu noto'g'ri deb o'ylayman. O'zbekiston hukumati bunga yetarlicha sharoit yaratib berish, ya'ni ta'mirlashga imkoniyati yetadi, lekin aytganimdek o'sha hukumat, hozirgi hukumat bunga qarshilik bildiryapti deb o'ylayman. Endi bu meni taxminlarim, lekin aniq fikrni, aniq gapni albatta bu hukumat vakillari bilishi. Afg'oniston ochilishni xohlamaydi. Misol uchun u yerni ta'mirlab chiroyli turizm zonasiga aylantirsa bo'ladi-da. Misol uchun O'zbekiston o'zidan qancha tilchilar, misol uchun qiziqadigan tarixchilar borib ko'rsa bo'ladi-da, lekin ularda bu imkoniyat yo'q misol uchun. Qarang-da, mana bunaqa narsa.
u tarixiy joylar turkiy madaniyatni bir bo'lagida. Lekin hozirgi hukumatdagilar ular turkiy emas. Ya'ni ular turklarni bizni qavmimizdan emas deb hisoblashadi. Ya'ni ular pushtunlar. Pashtun deydi ba'zi manbalarda pashtun deyiladi, ba'zilarida pushtun. Qaysi biri to'g'ri bo'lsa o'shanda aytish kerak. Ularga bu tarixni ko'rsatish nima deydi? Ular bundan manfaatdor emas. O'shaning uchun. Va uni himoya qiladigan mana shu turkiy xalqlar. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, Ozarbayjon shularga qiziq. Shular ko'proq e'tibor berish kerak. Ular emas. Chunki bu ularning tarixi emas. O'shaning uchun ularning tarixi bo'lmagani uchun bunga e'tibor berishdan ular hech qanday manfaatdor emas. Biz harakat qilishimiz kerak. Biz mana O'zbekiston, turkiy xalqlar mana shunaqa qabri bor, mana shunaqa qadamjolar bor. Bizni turkiy ajdodlarimizni, biz tariximizni yo'qotyapmiz degan bir ko'proq gapirishimiz kerak shu haqda va undan keyin o'ylaymanki aniq bir nima deydi, siljish yuzaga keladi. O'zbekistonning so'zi ko'proq bo'lishi kerak u yerda deb o'ylayman. Chunki birinchi o'sha Afg'onistonga yaqin davlat biz bo'lamiz, O'zbekiston bo'lamiz va hozirgi hukumat bilan ham bizni siyosiy holatimiz ancha yaxshi deb o'ylayman va o'ylamayman agar masalan bitta stolda o'tirib bu kelishuvga erishish imkonsiz deb o'ylamayman. Harakat qilish kerak. Chunki mana shu 4 minora qolgan 4 minora ham bu Husayn Boyqaro tomonidan qurilgan Ne'matulloh madrasasi. Husayn Boyqaro bilishingiz uchun shu Alisher Navoiyni yaqin bir safdoshi bo'lgan va Xorasonni boshqargan Temuriy hukmdor bo'lgan. Uni qabri qanaqa holatda yotibdi va u qurdirgan bino qanaqa holatda, shu maqbara buzilib ketgan, urushlar natijasida 4 ta minora qolgan. 4 ta minora ham buzilib ketish arafasida, ya'ni qulash arafasi, chunki u yerda og'ir yuk mashinalari va avtomobil yo'li o'tgan. Avtomobil yo'li bilasiz, og'ir yuk mashinalari o'tgandan keyin u tarixiy binolarga albatta zarar yetadi. Va ko'pchilik aytishyapti, bu menimcha hozirgi hukumat tomonidan ataylab qilingan holat deyishyapti, lekin bilmayman aniq holat qandayligini. U UNESCO tomonidan bu hudud yopilgan. UNESCOning talabiga hozirgi hukumat hech qanday reaksiya bildirmayapti va bu juda ham og'riqli holat. Biz e'tibor berishimiz kerak, biz qarashimiz kerak, chunki O'zbekistonni tarixi yo'q bo'lib ketyapti. O'zbekiston mana turkiylar tarixi bu xavf ostida turibdi. Agar O'zbekistonda ko'pchilik kommentariyam yozishdi, agar bu O'zbekistonda bo'lgandachi yoki bo'lmasam bu qabrni O'zbekistonga olib kelsakchi deyishyapti-da, lekin bu ularning tarixiy vatani. Biz ko'chirib olib kelish bilan holat o'zgarmaydi. O'sha joylarni obod qilishimiz kerak. Ko'proq o'sha turistlarni u yerga olib borishimiz kerak. Sayyohlar, ya'ni o'zbeklar ko'rish kerak shu bizning tariximizni. Safar davomida mahalliy aholi, afg'on ayollari yoki bo'lmasam o'sha rasmiy vakillar bilan muloqot qilish imkoni bo'ldimi? Afg'on ayollar dedingiz. Afg'onistonda bir necha millatlar yashaydi va ular bitta davlat sifatida, ya'ni Afg'oniston sifatida xarakterlanadi. Ya'ni u yerda afg'on degan millat yo'q. U yerda pushtunlar bor, u yerda o'zbeklar bor, u yerda hazoralar bor, u yerda tojiklar bor. Eron forslar ham bor. Va ular hammasi birlashib bitta davlat, Afg'oniston. Ya'ni seni millating afg'onmi, sen afg'onmisan degan narsa, degan fikr bu siyosiy tomondan to'g'ri emas. Chunki ular turli xil millat vakillari. Men o'zbekman deydi. Hattoki mana Afg'onistonning pasportida ham Afg'oniston deb yoziladi, pastda millat yoziladi. O'zbek, pushtun deb yoziladi. Bizning o'zbeklarimizga pasportiga o'zbek deb yozilgan. Shuning uchun afg'on u yerda men 14 kun bo'lgan bo'lsam, 12 kun bo'ldim va oxirgi kuni menda bir juda g'alati holat bo'ldi. To'yxonaga bordim. To'yxonada endi bir yaqin tanishim bor edi. O'sha ko'rishib tanishib qolgandik. Ular bilan ko'rishmoqchi edim. Endi Afg'onistonga birinchi marta borganman, ikkinchi marta borishimda ko'rishaman deb niyat qilgandim. Keyin to'yxonaga borsam, u yerda ularning amri ma'ruf vazirligi bor. Ya'ni oq xalat kiyib yurishadi. Ular ayollarni, umuman erkaklarni o'sha shariat qoidalariga amal qilib kiyinishadimi yoki yo'qmi, shuni nazorat qilishadi. Xuddi bizani bir ma'naviyat vazirligi, ma'naviyat markazimi nima shu bor-ku. Endi bizda juda ham avjiga olmagan. Men shu ro'mol o'rab yurgandim. Nimaga maska, niqob taqmagan deyishdi. Chunki u yerda 50 yoshgacha bo'lgan ayollar niqob taqib yurishi majburiy hisoblanadi. Endi ba'zi ayollar taqmaydi, lekin agar ular ko'rib qolsa, taqmasa gapiradi.
ular alohida nimaga to'yxonada biz to'qnash kelib qoldik. To'ylarda musiqa asbobi ishlatish mumkin emas. O'shani nazorat qilishadi. Lekin ko'pchilik aytishdi, ular ketgandan keyin yana musiqa qo'yiladi deb. O'shanda meni sherigim bilan birga ikkita o'zbek bilan birga mashinada ketayotgandik. Ular biz tushganimizdan keyin nimaga maska taqmagan, nimaga yonida ayol yo'q, nimaga mahrami yo'q degan gaplarni aytishdi. Men ketishim kerak, reys bor. Termizdan Toshkentga uchib kelishim kerak. Va ular bizni tushuntirishga harakat qilishdi. Ruxsatnomam bor edi. Ruxsatnoma shu sayohat qilish uchun ruxsatnoma olish kerak. Ruxsatnomam bor edi. Shunga qaramasdan menga anaqa savollar berishni boshlashdi. Tarjimonlarimiz bor edi, tarjima qilishdi. O'sha paytda sal qo'rqdim. Chunki Tolibonlar bizni o'zlarini ofislariga olib borishdi. Idorasiga olib borishdi. U yerda gapirdi. Nimaga siz mahramsiz yuribsiz? Mumkin emas. Maskasiz yuribsiz, o'sha niqobsiz yuribsiz degan gaplarni aytishdi. Keyin siz bizdan qo'rqmang. Biz sizni qo'rqitish niyatimiz yo'q dedi. Bizning qurolimiz yo'q. Shu sizga ogohlantirib aytmoqchimiz deyishdi. O'sha o'zbek vakili bor ekan. Ular menga tushuntirishga harakat qilishdi. Shu tomonlar, ya'ni sizni kuzatib yurishadi, siz nima ish qilayotganingiz bilan qiziqishadi, doimiy aloqada bo'lishingiz kerak. Mana shu tomonlari bor. Hukumat vakillari, ular ham oddiy shu hukumat vakillari, boshqalardan ajralib turadigan jihati yo'q. Shu nima deydi, har qadamingiz hisobli ekanligi bu odamni erkinligini bo'g'adigan faktorlardan biri hisoblanadi. Mana shu tomon juda qiyin bo'ldi. Agar masalan Afg'onistonga men qiz bolaman, siz kabi bormoqchiman deganlarga men aytaman, yo'q. Siz qiz bola, men qiynalgan holatda sizlar qiynalishingizni xohlamayman. Mana shu kamera yozyapti. Agar siz qiz bola bo'lsangiz, hali turmushga chiqmagan bo'lsangiz, bormang Afg'onistonga. Rostdan bormang. Chunki qiyin, juda ham qiyin. Men hali ham meni tanishlarim bo'lgani uchun, men bilan birga yuradigan odamlar bo'lgani uchun o'zimni xavfsizroq his qildim. Lekin shunda ham men bilan birga yurgan bo'lsa ham baribir ham menda ozroq qo'rquv bor edi. Hozir meni qanaqadir kiyimimga, nimadir gapirishimga e'tiroz bildirishadi degan fikr paydo bo'ldi. Ayniqsa siz jurnalist bo'lib borsangiz, u yerda o'zbeklarning hayotini yoritish uchun kamera ko'tarib borgan bo'lsangiz, sizni xavfsizligingizga sal tahdidlar ko'p. Endi tahdid bo'lmaydi, ya'ni ko'proq sizni kuzatishadi. Chunki doim kuzatuv ostida bo'lasiz bu yerda. Hirotga borganimizda men bilan birga jurnalist borgandi. O'sha jurnalist bilan birga biz Alisher Navoiy maqbarasining oldiga bordik. U endi mendan oldin Hirotga borgan edi. Men bir kunda borib qaytishim kerak edi. U meni olib bordi. Bir ayol bizni ochichasiga bizni kuzatib turibdi-da. Qop-qora kiyingan. Tasavvur qiling, qop-qora kiyingan ayol sizga qarab turibdi-da. Keyin aytayman, kim bu? Nimaga bu bizga qarab turibdi desam, ha, bu ayol bilan deydi, biz ancha tanish bo'lib qoldik deydi. Nima desam, har kuni kelsam shu menga qarab turadi dedi-da. Necha kun davomida masalan bir hafta Hirotda yurgan bo'lsam menga qarayapti. Meni kuzatib yuribdi va bizning oldimizdagi sherigimiz ham, bizning o'sha yo'lboshchimiz ham aytdi, bu tabiiy holat dedi. Sizlar chet eldan kelgansizlar, o'zbeksizlar, sizlarni kuzatib yurishlari bu aniq dedi. Lekin bir tomondan kuzatuv bu ularni talqinicha, ya'ni hukumat vakillarining talqinicha bizning xavfsizligimiz uchun ekan. Ya'ni u yerda har xil odamlar bor. Agar siz masalan O'zbekistondan kelib yoki boshqa davlatdan kelib, bu yerda sizga nimadir bo'lib qoladigan bo'lsa, bu Afg'oniston hukumati uchun eng katta salbiy, ya'ni nima deydi, minus bo'ladi degan fikrlarni aytishdi. Shuning uchun bu sizning xavfsizligingiz uchun biz sizni doimiy qayerga boryapsiz, nima qilyapsiz, kuzatishga majburmiz degan gaplarni aytishdi. Endi bilmadim qanchalik bu to'g'ri yoki noto'g'ri bularni aytayotgan gaplari. Lekin men jurnalist sifatida rostdan juda qiyinchilik, vaziyatlar ko'p bo'ldi. Shuning uchun ayniqsa qishda bormaslik kerak ekan va nima deydi, u yerda yo'llari yomon, infrastruktura yaxshi emas. Shu tomonlarni olganda baribir ham sayohat qilish, ayniqsa bir o'zingiz sayohat qilishingiz ancha mushkulliklari, qiyinchiliklari juda ham ko'p. Hech bo'lmasa bitta sherik olib borish kerak. Mendan hozir savol berishingiz mumkin, nimaga sen bir o'zing bording deb. Bir o'zim borish men uchun shunchaki bir prinsip yoki bo'lmasam men bir o'zim borsam ko'proq mashhurlikka erishaman degan gap emas. Shunchaki meni o'rtoqlarim, yigitlar, men asosan yigit o'rtoqlarim bor. Borishmaydi men bilan birga.
shunchaki borishmadi. Yo'q, men bormayman. Taklif qilganmidingizmi? Men ko'pchilikka taklif qilganman. Kelinglar, ketdik mana Afg'onistonga boray desam, shu davlatga ham borasanmi? Nima keragi bor deyishgandi. Keyin mayli, demak bizni qiziqishlarimiz, qadriyatlarimiz boshqa-boshqa, o'zim ketaveraman deganman. O'zim ketganman. Shunaqa, ya'ni agar erkak kishi bo'lsangiz, sizni mahramingiz ham bo'lishi shart emas, sizda imkoniyatlar ko'proq. Masalan, ba'zi joylarga, turistik joylarga kirishmaydi, erkak ayollarni kiritishmaydi. Lekin men chet eldan bo'lganim uchun meni kiritishadi. Mahalliy ayollarni kiritishmaydi. Bizni bitta yaxshi imkoniyatimiz, yaxshi bir nima deydi, ustunlik tomonimiz bizni chet ellik bo'lganimiz va bu narsa ko'p tarixiy obidalarga kirishga imkoniyat berdi va bu narsa biz uchun ancha yaxshi tomonga o'ynadi. Biz ko'proq ma'lumot yig'dik, ko'proq fikrlarni oldik. Xullas, film qilganman, to'liq bir film, hujjatli film va u yerda o'zbeklarning hayoti haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Film tayyorlayotganingizda, videolar olayotganingizda mahalliy aholining fikri, qarashlari qanaqa bo'ldi? Misol uchun kuzatdingizmi ularni? Ayollar sizga qanaqa qarayapti? Ko'zida nima bor? Misol uchun siz u yerda o'zingiz erkin his qilgansiz, bemalol yuz ochib yurgansiz, bemalol erkin muloqot qilgansizda. Albatta. Birinchidan ularga kamera ko'tarib yurgan qiz va bemalol istagan joyga borayotgan qiz obrazi juda ham havas qilarli darajada. Ular o'ta ham nima deydi, yuzlaridan ko'rinib turadi-da, qanday nimalar xohlashi. Va ba'zi ayollar bor, uyda o'tirish, mana shu hayot ularga qulay. Ba'zi ayollar bor, yo'q, men ishlashim kerak, men karyera qilishim kerak, men o'zimni rivojlantirishim kerak degan fikrlar bor. Va mahalliy aholi albatta ayollari juda ham anaqa havas qilishdi. Chunki siz istagan joyingizga borasiz, video olasiz, juda zo'r deyshadi. O'zbekistonga borib kelgan ayollarning o'zlari bilan ham gaplashdim. Ya'ni O'zbekistonga yaqin oldingi hukumat paytida viza masalalari ancha yengilroq bo'lgan, O'zbekistonga kelib dam olib ketishgan. O'zbekistondagi vaziyat juda ham yaxshi bilishadi. U yerda ancha erkinroq, ayollarning huquqlari ancha ta'minlangan degan fikrlarni aytishgan va ayollar nima deydi, bitta fikrni aytishim kerak, ayollar o'ta ham ezilgan degan fikr, meni unaqa fikrda emasman. Chunki aytyapman-ku, ba'zi ayollarga bunaqa yashash qulay. Bizda O'zbekistonda ham shunaqa. Masalan, uyda o'tirishni ma'qul ko'rgan ayollar bor. Uyda o'tirishni ma'qul ko'radigan ayollar bor va ishlashni istaydigan ayollar bor. Bizda bitta Afg'oniston bilan bitta farqimiz, bizda tanlovlar erkinligi bor. Ya'ni kimdir nimadir tanlovda yo'lni tanlasa, unga erkinlik beriladi. Ya'ni bu sening tanloving, istaganingcha yasha. Afg'onistonda unday emas. Afg'onistonda hamma uyda o'tirishga mahkum qilingan ayollar. Bitta tomoni ham bor, ya'ni men o'ylardimki, Afg'onistondagi erkaklarga ayollarning uyda o'tirishi juda qulay deb o'ylardim. Lekin hammaga emas ekan. Ba'zi o'sha nima deydi, ba'zi ziyoli odamlar bilan gaplashganimda, bir nechta ziyoli odamlar bilan gaplashganimda, ularning hammasi bir xil fikrda, yo'q, ayollar ishlash kerak, ayollar ta'lim olish kerak, o'zlarini hech bo'lmaganda farzandlari uchun ta'lim olish kerak degan fikrlarni aytishdi. O'shaning uchun biz Afg'onistonni faqat qora bo'yoqlarda ko'ramiz-ku, unday emas. Hamma bir xil fikrlamaydi u yerda. Hamma hukumatni qilayotgan ishlaridan rozi emas. Hamma ham bir xil fikrlamaydi, bir xil standart fikrlamaydi. Ular ham ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishni xohlaydi. Ular ham oddiy insonlar va biz kabi fikrlaydi. Masalan, ertalab ishga borish, ishdan qaytib kelish, oilasi bilan vaqtini o'tkazish yoki bo'lmasam ishdan tashqari har xil turli xil mashg'ulotlar bilan shug'ullanish, mana shunaqa nima deydi, o'y fikrlar bilan yashaydi. Ya'ni Afg'onistonda odamlar o'zga sayyoradan kelib qolganlarday fikrlaydi degan fikr noto'g'ri-da. Oddiy odamlar, ularning hech bir bizdan farqli tomonlari, juda farqli tomonlari yo'q. O'sha siz aytyapsiz, hozir ular asosan nimalar xohlaydi O'zbekistondan? Ular o'sha aytgan intervyuning boshidan beri aytyapman, ular viza masalasi yengillashishni xohlaydi. O'zbekiston ularga ko'proq e'tibor berishni xohlaydi. Chunki biz deydi, sizlar bizni akamiz, biz sizlarning ukalaringiz va bizga ko'proq e'tibor berishlaringizni xohlaymiz. Bizda holatimiz juda ham vaziyatimiz og'ir. Chunki Afg'onistonda hali iqtisodiyot juda yaxshi rivojlanmagan, odamlar juda ko'pchilik g'arib holatda yashaydi. Albatta boy odamlar ham bor.
O'zbekistondan tashqari chiqib ketgan, ya'ni Afg'onistondan tashqari chiqib ketganlar bilan ham gaplashdim. Ular aytyapti, bizga deydi, har yili mana Afg'onistondan bilasiz, qandaydir zilzila bo'lsa yoki bo'lmasam nimadir holat bo'lsa, tabiiy ofat bo'lsa, Afg'onistondan O'zbekistondan Afg'onistonga turli xil oziq-ovqat mahsulotlari, eng kerakli un, shakar, yog', mana shunaqalar o'tkaziladi. Bizga kerak emas, bizga moddiy yordam kerak emas. Bizga shu o'zbekcha kitoblarni, o'zbek tilidagi kitoblarni chop etish uchun nashriyot ochib beringlar, deyapti. Afg'onistonda biz nashriyot ocha olmaymiz. Bunga ruxsatnoma yo'q. Ya'ni tasavvur qiling, 10 million odam, faqat 10 million odam gaplashadigan o'zbek tili bu shunchaki ko'cha tili, suhbatlashuv tiliga aylanib qolgan. Biz unday xohlamaymiz. Biz o'zligimizni saqlab qolmoqchimiz. Biz ko'proq kitoblar chiqarishimiz kerak. Biz ko'proq shu o'zimizni madaniy boyliklarimizni, ma'naviy boyliklarimizni asrashimiz kerak va buning uchun biz shu o'zimizni fikrlarimizni ifodalaydigan bitta kitob chiqarmoqchi bo'lsak, bizga ruxsatnoma yo'q deyishdi. Va ko'p ziyolilar shundan nolishyapti. Shu masala juda og'riqli. Ta'lim tizimini gapirdingiz-ku, ta'lim tizimi ancha g'arib ahvolda, ya'ni o'zbek tilini o'qitish bo'yicha. Chunki o'zbek tilini fakultetini bitirgandan keyin ishlash imkoniyati, ya'ni o'zbek tilini qo'llash uchun yo'q sharoit. Ba'zi o'zbeklarni ham ko'rdim, o'zbek tili bilmaydi, o'zbek tilini umuman bilmaydi, unutib yuborgan. Va tasavvur qiling, agar o'zbek tilini o'qitish masalasi juda ham g'arib ahvolda bo'lsa, o'zbeklarning o'zi o'zbek tilini xorijiy til sifatida haftada 3 marta o'qiydi. Va haftada 3 marta o'qisa, qanaqa biladi o'zbek tilini? Hech qanaqa davlat strukturasida, davlat tashkiloti o'zbek tili qo'llanilmaydi. Sekin-sekin o'zbek madaniyati, ya'ni o'zlarini tili, madaniyati hammasi juda pastga tushib ketyapti va o'zbeklar bundan rozi emas. Ular ko'proq ularni odamlar tan olishini, ular ko'proq boshqa millat vakillari, ayniqsa o'zbeklar endi aytadi, bizni ya'ni sizlarga biz tegishlimiz. Ya'ni O'zbekistonning bir bo'lagi bo'lganmiz va ko'proq mana O'zbekistondan ko'proq biz yordam kutamiz, najot kutamiz degan fikrlarni aytdi. Keyin men so'radim, xo'p, O'zbekiston sizlarga nimaga yordam berish kerak? Nima sababdan sizlarga yordam berish kerak degan savolga ular juda ham yaxshi javob berishdi. Masalan, hozirgi paytda tashqi siyosatda O'zbekistonning kuchi nimada seziladi? Ya'ni uni gaplashadigan tilda, ya'ni tilni ko'lami qancha? Misol uchun, hozirgi paytda Turkiyani misol qilib keltiraman. Turkiyada masalan har dunyodagi eng muhim tillardan biriga aylangan Turkiya madaniyati seriallarini biz ko'ramiz. Nima uchun? Bu yumshoq kuch. Ya'ni turklar haqida ko'proq odamlar bilishni boshlaydi va shuning natijasida tashqi siyosatda uni so'zi ham kuchli bo'ladi, aytayotgan fikrlari ham kuchli bo'ladi. O'zbekiston ham shunday, ya'ni O'zbekistondan tashqari, ya'ni 40 million aholidan tashqari yana shunga yaqin 10 million aholi yashaydi, o'zbek nufuzi yashaydi. Bu sen biznikisan, sen bizni qaramog'imizdasan degan bir gapni aytishni, qo'llovni kutyapmiz deb o'zbeklar aytishdi-da. Chunki u yerdagi o'zbeklar O'zbekistonni yaxshi ko'radi, prezidentni yaxshi ko'radi, hukumatdagi, ya'ni hukumat tutayotgan yo'lni hammasini qo'llab-quvvatlaydi, siyosatni qo'llab-quvvatlaydi. Va tasavvur qiling, shuncha yana 10 million o'zbek bizni 40 millionga qo'shilganda 50 million o'zbek. Ya'ni agar siyosiy davrlarda qanchalik nufuzni, qanchalik aholini soni bilan belgilanadi. Va bu tashqi siyosatda yaxshigina bir qurol bo'lishi mumkin degan fikrlarni aytyapti. Chunki o'zbeklar u yerda bizni o'zimizni o'zbek media mahsulotlarini qabul qilishadi, u yerda iste'mol qilishadi media mahsulotlarini. O'zbek tilida, ya'ni o'zbek kanallarini, ya'ni bizdagi o'zbek kanallarini ular ko'rishadi, kuzatishadi. Bu juda ham katta kuch deb o'ylayman. Keyin bir fikrni aytishdi. Bizga Turkiya ko'proq yordam bergan, turk-afg'on maktablari qurilgan va u yerda juda ham kuchli o'qitiladi degan fikrni aytdi. Va bu maktablar, turk-afg'on maktablari, Turkiya ochgan maktablar Afg'onistonda juda ham mashhur, ko'p bolalar o'sha joyda ta'lim olgan, kuchli kadrlar chiqqan. Bizning xuddi prezident maktabimizga o'xshagan joy ekan. Va o'sha joyda maktabda endi bilasiz, turk-afg'on maktab bo'lsa, u yerda turk madaniyati ham o'rgatiladi, turk tili ham o'qitiladi.
va ular keyinchalik Turkiya madaniyatiga, Turkiya davlatiga ko'proq talpinishadi va bu odamlar tayyor kapital deganda Turkiyaga ko'proq xizmat qiladigan insonlar bo'ladi. Lekin O'zbekiston nimaga shu maktablarni ochmaydi? O'zbek afg'on maktabini ochsa, bu o'zbek madaniyatini yoyish uchun, O'zbekistonning ta'sirini ko'proq ko'rsatish uchun bir manba bo'lib, ya'ni bir vosita bo'lib xizmat qilmaydimi degan fikrlarni aytishdida. Va men shu fikrga juda ham qo'shilaman. Ya'ni bizni madaniyatimiz u yerda o'lib qolmasligi uchun biz ko'proq investitsiya kiritishimiz kerak O'zbekistondan Afg'onistonga. Xullas fikrlar juda ham ko'p. Eng muhim aytmoqchi bo'lganim, biz ta'lim tizimi orqali kirib borishimiz kerak deb o'ylayman. Ya'ni u yerdagi o'zbeklar biz uchun katta bozor bo'lib ham beradi. Masalan, O'zbekistondan Afg'onistonda biznes qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Ular uchun til barrierlari yo'q. Ular biz gaplashadigan tilda gaplashadi. Ular biz iste'mol qiladigan media mahsulotlarni iste'mol qiladi. Ular biz ishlab chiqaradigan mahsulotlarni iste'mol qilishadi. Men bozorlarga bordim, supermarketlarga bordim. Ko'p o'zbek mahsulotlari O'zbekistondan kelyapti va bu ko'lamni ko'proq oshirish kerak deb o'ylayman. Biz uchun katta bir iqtisodiy maydon bo'lib beradida, bu o'zbeklarning yashaydigan hududlari. Va biz bu imkoniyatdan foydalanmayapmiz. Ochilmagan qo'riq bo'lib turibdi hozirgacha. O'zbekiston uchun Afg'oniston o'zbeklari umuman nima deydi, ko'rinmaydigan bir jihat bo'lib turibdi. Lekin aslida u yerdagi o'zbeklarimiz ancha birikkan, u yerda asosiy siyosiy vaziyatga nisbatan fikri shakllangan, tarixni yaxshi biladigan, ongli insonlar juda ham ko'p. O'zbeklarimiz ko'p. Endi bilmam, bu gaplar millatchilik bo'lishi mumkin, men nasionalist deyishlarim mumkin, lekin borgandan keyingi fikrlarim shunaqa mening. Ya'ni Afg'oniston haqida bizda shakllangan taassurotlar umuman haqiqatdan yiroq. Misol uchun biz uni siz aytdingiz, qora mamlakat emas. Ayrim jihatlar o'xshashib ketadi, lekin baribir ularda ham ayollarda ozodlik, erkinlik, tanlash huquqi bor, qisman bo'lsa ham. Albatta.